Endi qochgan ham Xudo deydi, quvgan ham Xudo deydi. Hozir 70 ga 30 ketyapti-da. 70 ga 30 degani 70% odamga yoqyapti, 30% odamga yoqmayapti. 30% mashina sotuvchi. Mashina olib sotarki, bitta o'q topsa kelib otib bora. Motorni ko'rding? Ko'rdim. Kulochaklar shaqilab degan yo'lmaydi. Ha. Birorta Lux Hansen. Kim nomi ekan o'zi? Gen chiqadi. Sizniki qayerdanmi? Ye, o'zimiz zemlyadan ekanlar aka. Bugun Rossiyaga ketganlar. Ha. Bozorda qayerdansiz? Ha? Bozorda oldimi? Ha. Qaysi tomoni bozorda? Yo'q, hozir bozorda eski bozor, elektristet ko'chasida hozir Qashqadaryoga yashayman. Suvom bor. Suvom bor, ya. O. Marinka baliqchilar. Ha, zo'r joyga boribsiz. Ha, nima ag'dagilar qorinli bular. Endi boshlar yaqinga ko'chib boribsiz-da siz. Shunday. Pachkavardan kim kelsa qorinli bo'ladi-da. Senga aytaman. Asosda bo'ladi dedi. Bo'ladi, sekin. Ha, qarang, mana 2010 ga bo'ladi, yaxshi, suyak butun ekan. Suyak butun, kraska bor endi, kraska. Endi bundan kraska so'ralmaydi endi. Endi buni yurib turgan o'zi bir san'at deydi-ki. Ya, stekalar butunku. Bugun Rossiyaga ketganman. Omadingizni bersin. Moskva o'zi ham. Avval ham borgansizmi? Borganman, oldin borganman. Nizhnovarskka nasib bo'lsa bugun hech qachon jo'naymiz, samolyot. Shunga to'g'risi mashinada tashlab ketadigan joyim. Domga turaman. Tashlab ketganingiz bilan kelganingizdan keyin buni narxi ko'tarilib qolmaydi-da, shunisi bor. Hozir misol 20-25 millionlik mashina bo'lsa, kelganingizcha kim biladi, 10-15 millionlik qilib qo'yaman buni. Shunday. Sizga ishonch bor lekin. Ya, kelgan paytingiz zo'rda, kelasiz. Arzongina bo'lib tursa, bitta mashina olasiz. 25 dan 1 so'm kam bo'lsa ham shturushka akamga podarka qilaman degan niyat bo'lib kelgan. Agar ko'tarilsa 25 dan baland bo'lsa, akamga podarka qilaman degansiz. Ha, bu niyat zo'r-ku. Agar 25 dan ko'tarib bo'lsa shunda akangizga mashina bormi yo'qmi? Bering akangizga, nima qilasiz aka? 23 million bo'lsa qoldiring olaman. Dangal bo'ling. Yomon narsa qilmadingiz. Bo'lsa bering. Aytdim-ku, agar 25 dan 1 so'm kam bo'lsa ham shuni olib boraman. Hozir ko'rdinglarmi akalar? Yaxshi ekan mashina lekin. Stoykalari butun, Nexia 2 olaman degan odam bo'lsa ko'rsin. Lux konditsioner, hamma narsasi bor ekan, gazi bor. Konditsioner ishlaydimi yo'q? Konditsioner shikif qo'yish kerak, zaxrat qo'yish kerak. Ha, biz ozroq xarajati bor. Asosiysi konditsioneri bor ekan. Bor, ha. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. Oldin mehmonxonaga qo'yganmiz yo'q. Omon bo'ling. Yaxshi kuzatuvchilar-da bular, Asad. Yaxshi kuzatuvchilar. Shunday. Ko'ringlar akalar. İçimizga yo'qmi Nexia olaman degan odam? Arzoni 25 million. 2010 Brolta Lux konditsioner. 1-5 minut ketmay turing. Ko'p kishi bizning oldimizga ham iymanadi-da. Buni ko'ramiz hozir ham. Bizning oldimizga iymanadi. Agarda bitta akangiz bilan maslahatlashing. Aka, xohlasang berib ketaman, xohlamasang 23 million Akmal aka so'rabdi, Akmal aka berib ketaman deydi. Meniki narx. Berasiz, generalni berasiz, samolyot beradi. Endi barvaqt keldim, soat 7 ga keldim o'zi. Ha. Ya biz uyga men uzoqdan mehmonlar kelib qolgan ekan, shunga kech keldim. Ertaroq kelib, O'zim ertachi keladi. Omon bo'ling, 5-10 minut turing, hech kim olmasa mana 23 millionga menga berib ketasiz. Omon bo'ling. Xo'p.